Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilikka manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda 14-martdan 21-mart kunigacha bo'lgan ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14, 16 va 19, 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 17, 18 va 21 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 15, 17 martda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14, 16 martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17, 21 martda 2-7 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14, 16 va 19, 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 17, 18 va 21 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16, 17 martda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14 martda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. 15, 21 martda 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 17-22 daraja iliqgacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 14, 16 martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17, 21 martda 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14, 16 va 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 17, 19 va 21 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16, 17 martda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14, 15 martda kechasi 0-5 daraja iliq. 14 martda ba'zi joylarda 2 daraja sovuqgacha, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. 16, 21 martda kechasi 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 17-22 daraja iliqgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 16 va 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16, 17 martda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14 martda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. 15, 21 martda kechasi 10-15 daraja iliqgacha, kunduzi 20-25 daraja iliqgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14, 16 va 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 17, 19 va 21 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 14, 15 martda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 16, 21 martda kechasi 7-12 daraja iliqgacha, kunduzi 17-22 daraja iliqgacha ko'tariladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 16 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi.
Harorat 14-17 martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 18-21 martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.